Assalomu alaykum, hurmatli hamkasblar. Mana bugun Ulug'nor tumani Ulug' Mekmafayda joylashgan 161-kontiriga yetib kelindi. Bu kontirimizning asosiy faoliyati sholik bo'lib, hozirda sholi ekilgan va o'z vaqtida suvlar qo'yilib va fuqarolar tomonidan qarab kelinmoqda. Yerimizning asosiy maydoni 9 gektar 80 sotixni tashkil etadi. Bu yerda 55 nafar fuqaromiz mavjud va fuqarolarimiz tomonidan qarab kelinmoqda. Yerimizning korporativi Nurobod Agro xizmat bo'lib, hozirda texnik va amaliy yordam bermoqda. Yerimizning asosiy joylashgan joyi Ulug'nor tumani Uchko'prik Mofayga ketishda Ulug'bek Mofayda o'ng tarafda joylashgan bo'lib, asosiy yerning o'ng tarafi zavur, chap tarafida terakzor va etagida terakzor mavjud. Bu yerimizda hozirda ko'zda tutilayotgan daromad gektariga 10 tonna 800 kilogramni tashkil etish mo'ljallanmoqda. Yerimizning hozirgi kundagi holati, shollarimizga suv qo'yib, suv bilan qarab kelinmoqda.